Ushbu loyiha Agrobank hamkorligida Buxoro viloyati Jondor tumani Darveshi mahallasida 1702-sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda qovun ekilgan bo'lib, umumiy maydoni 10 gektarni, bo'yiga 500 metrni, eniga 200 metrni tashkil etadi. Bu yerda qovunlarimiz zamonaviy usullar yordamida parvarishlanmoqda. Qovunlarni yetishtirish jarayoni 90 kunni tashkil etadi va 90 kunda qovunlarimiz hozirgi kunda gullash jarayonida bo'lib, parvarish jarayonida sug'oriladi, mineral o'g'itlar beriladi. Ushbu loyihaga 12 ta dehqon xo'jaliklari tashkil etilgan bo'lib, har bir fuqaroga 83 sotixdan tashkil etadi. Faoliyatni samarali yo'lga qo'yish uchun lider tadbirkorimiz Mirazimxo'ja Shohjahon fermer xo'jaligi biriktirilgan. Har bir gektaridan 35 tonnadan hosil olinganda 10 gektardan 350 tonna hosil olinadi va samaradorlik yuqori bo'lishi uchun ikkinchi hosilga tarvuz sabzi ekish yo'lga qo'yilgan.